O nihoyat mana bu yog'ochlarni ham qo'yib bo'ldim. Endi esa bu yerdan surib yuborish kerak. Borib turib, janob merda uyidan yana bir ikkita narsalar qo'yish kerak deganda o'sha narsalarni olib kelish kerak, mobillarni to'g'irlash kerak. Xullas, ish ko'p, bel kuragimni olib kelishim kerak. Tapor. Xullas, bu yer tep-tekis qilib chiqish kerak. Janob merda aytishi bo'yicha bu yer vobshe katta zamonaviy shaxta bo'lib ketar ekan. Shaxtamisan, shaxta deyishyapti. Bilmadim. Endi uni nomini kim o'ylab topgan, bizga bitta bel kurak kerak bo'ladi. Bo'ldi, boshqa narsa o'zi kerak bo'lmaydi. To'xtanglar-da. Bizga bitta kirkam kerak bo'ladi. Kirkam sinib qolishi mumkin. Akalar o'shaning uchun kirkam kerak. To'xtanglar, men taporim bor emasmidi? Taporim yo'q ekan. Mayli. Taporim olib ketamiz bu yerdan bitta. Tapor nima uchun kerak? Bor nima qilyapman? Tapor nima uchun kerak bo'lishini bilasizlarmi? Daraxt chopish uchun kerak bo'ladi. Nima uchun kerak bo'ladi? Hozir janob mer yoniga tezroq borib olayinda. Janob mer, assalom janob mer. Va alaykum salom. Nima gap Jo'xa? Aytgandingiz qanaqadir ish bor deb. Ana o'ng tomondagi yashik toshda. Shu o'ng tomonda yashik deyishing juda ko'p narsa chiqyapti, lekin borish kunlarda. Endi nima qilish kerak? Davay och. Oho, butun olamda narsasi bor janob mer. Bu narsalarda to'xtang, olib keyin gapiraman. Olmasdan gapirish qiyin, chunki buncha narsa qanday ko'tarib yetaman qizig'i. Xullas, bu narsalarni borib shaxta ichiga joylashtiring. Bu shaxtaga kerak bo'ladigan narsalar. Ko'rib turibman, kerak bo'ladigan narsalar. Bo'pti, undan men ketdim. Faqat pulim bering, shuncha ish qilyapman. Beraman, borib joylashtir. Bo'pti janob mer, men ketdim. O'sha yo'ldaman, o'sha borib qo'yyapman. Yaxshi. Lekin rostdan ham bu shaxta vobshe yorvarishing, qirvarishing shaxta bo'lib ketadiganga o'xshayapti. Sababini aytsam sizlarga, bunaqa katta shaxta hali qishlog'imizda tugul butun Minecraft bunaqa zo'r shaxta uchratmaganman. O'zim quryapman-da buni. Mana shu atrofidagi birinchi mana yer bloklar yoqib chiqsam, hamma yoq tep-tekis bo'lgandan keyin, menimcha cho'tki bo'lsa kerak. Keyin boshqa qismlarga o'taversam bo'ladi. Ya'ni ichkariga bir ikkita narsalar qo'yish kerak, deyapti-yu janob mer. Bu narsalar ikkinchi darajali narsalar, birinchi darajali bo'laklarmi ber. Birinchi darajali gap bo'laklar deydi-yu ona tilda. Bo'lsa ona tili o'qiganmisizlar akalar o'zi. Menimcha mana cho'tki chiqdi, bor yorvarishim portlatib yuboraymish yerda o'zi ham. Tamom narsalar qo'yib chiqish kerak birinchi o'rinda. Qayerga qo'ysam ekan bu narsalarni. Mana shu joylarga qo'yib chiqsam, tushunmadim, to'xtanglar-da. Mana bir tomon orqada u yotdik. Buni to'xtanglar, oldiroq qo'yib chiqishga. Xo'sh, o'zi bir qator orqaga qo'yib yuborganim bilinadi, prosta bilmagan ekanman-da akalar. To'xtanglar, endi men to'g'rilab yuborishim kerak. Bitta ikkita qo'yib chiqaylik. Unaqa ko'p qo'yishim shart emas. Mana o'sha tayyor bitta toshni kichik qo'yib yuboramiz bu yoqqa. Daraxt qani edi? Daraxtlarni, yashiklar qaraylik. Shuncha narsa ham go'shtlar nima kerak? Menimcha o'sha shaxtada ishlaydigan shaxtyorlar uchun bo'lsa kerak go'shtlar. O'sha go'shtlarni yeb ishlashadi. Obbo, noto'g'ri qo'yib yuboribman. Necha vaqt to'g'rilaveramiz, problema emas. Mana olamiz blokni, mana va mana cho'tga bitta daraxtni eski ortib qolishi mumkin. U bildim qayerda ortib qo'ygan. Xullas ortib qoldi. Ana endi to'g'ri bo'lib to'g'ri bo'lib ketdi. Bu narsalar qo'yib chiqish kerak endi. 4 ta ekan, 4 tasini 4 tomonga qo'ydim. Menimcha cho'tki bo'ldi. Mana undan ham 4 ta ekan. Bu nima narsa, u narsa nima bilmayman. Bu narsalar o'zi nimaligini. Bu tomondan, yon tomondan qo'yib chiqaman. Yon tomonni ochish kerak. Vallahi yon tomoni yopiq ekan. Obbo, qo'lim qiyshiq bor. Qo'lim vashcha qiyshiq rostdan ham. Tayini olib turib, mana bu yerga qo'yamiz. Endi mana bundan ham 4 ta bor ekan. To'xtanglar. To'g'ri qo'yibman. Mana buni bu yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga bitta qo'yamiz. Ustiga nimadir narsasi bor ekan. Bilmadim, ko'tarib yuradigan narsasi bo'lsa kerak. Va mana takoy. Hammasi joyida. Endi yashiklar o'rnatib chiqamiz. Yashiklarni menimcha shu yonidan o'rnatib chiqsam bo'lsa kerak. Ikkitasini bu tomonga olib kelib o'rnatamiz. Ichiga narsalar solib qo'yiladi. Bu yashiklarni, qarochi. Ichiga birta go'sht, ikkita tapor, ikkita kirka qo'yamiz bo'ldi. Bunga bir stak go'sht, ikkita tapor, ikkita kirka bo'ldi. Bu yerga ham ikkita to'xtanglar, bitta go'sht bu yerga, ikkita tapor, ikkita kirka. Bu yerga bitta go'sht, ikkita kirka, ikkita tapor, ikkita kirka ortib qolyapti. O'zimga ekanda ikkita kirka. Menimcha bo'ldi. Endi fakellar qo'yib chiqamiz. Fakel deb turib. Fakel kirish qismiga fakel kerak, chunki qorong'i bo'lib turibdi. Mana kay. Bu yoqda bor ekan va bu yerga ham qo'yib yuboramiz. Menimcha cho'tki chiqdi. Endi qiladigan ishim esa bu yer tekislab chiqish, ya'ni mana chuqurlarni to'ldirib chiqish, ya'ni mana ortiqcha bloklar olib tashlash, shunaqa ishlar bilan shug'ullanaman endi. Xullas, bu yer dahshat bir nima bo'lishi kerak, ya'ni shaxtamsan shaxta bo'lib ketish kerak akalar. Bunday qo'yib chiqaylik tinchgina, chunki hozir g'alatiroq turibdi saligina. Yulduzga turibdi. Mana ham ko'chirib bo'lmaydi-da, mana yashit ko'chirib bo'lgan ko'chirardim. Bizda hozir ortiqcha bloklar bor, mana bloklar akalar. Mana shu bloklarni qarochi mana bu yerga qo'yib chiqamiz unda teshiklarga. Mana tepadagi teshiklarni ham to'ldirib chiqish kerak. Tepadagi teshikka chiqib olish kerak birinchi o'rinda. Yugurib borib
okey, ko'ryapsizlarmi? Parkurchikda akalaring o'sha, ukalar deyapman. Akalasizlar, akasizlar menga. Короче, parkurchikda ukalaring sizlarni, akalar. Tak, endi bu yoqni to'ldiramiz. To'ldir. To'ldir. Qo'lim qiyshiqligi mana shu yerda ham o'z ifodasini topyapti akalar. Endi nima qilay? Qo'lim qiyshiq bo'lsa ayb menda emas, qo'limda ayb. Qiyshiq bo'lma desam qiyshiq bo'laveradi. Qiyshiq bo'lma deyapman. Ko'p aytyapman qiyshiq bo'lma deb. Okey. Va okey chotka. Endi mana bu tomonga ham qo'yib chiqamiz. Tak, mana. Va tosh tugab qoldi. Nicho, toshab chiqamiz ichkaridan kirib albatta. Mana bu tomon full olib ketiladi. Endi mana bu tomon full shunday olib tashalar ekan. Lekin juda ham ko'p narsani olib tashashimga to'g'ri kelar ekan. Ha, mayli, endi nayloj. Olib tashashga to'g'ri kelyapti, akalar, olib tashlaymiz. Menimcha bu yerdan katta ehtimol bilan olmos, oltin, shunga o'xshash narsalar qazib olinsa kerak, chunki bunaqa shaxtadan kamida oltin qazib olinmasa, bunaqa katta shaxta qazilmaydi. Yoki boshqa narsa bormikan, bilmadim. Xullas, janobiy juda katta xarajat qilyapti bu shaxta uchun. Juda ham zo'r narsalar chiqsa kerak bu shaxtadan, xoynahoy. Umrim shaxta qazish bilan o'tib ketadiganga o'xshayapti, realni. Chunki bu shaxta umrimda bunaqa shaxtada ishlatmagan janob bermani. Bor shaxtaga ishlab ket demagan hayotda. Borib narsa olib kelgan bo'lishi mumkin, oltin olmos topib ketgan bo'lishi mumkin, lekin shaxtaga ishla demagan. Chunki shaxtada bunaqa narsa borligini bilganmi yo bilmagan bilmadim. Xullas, короче, shunaqada nima esimmayapti. Sakrab sindirsa ham bo'lar ekan. Yaxshi blok ekan. Blokchi, aqlli blokchi ekan. Bizda yer bloklar qazish uchun kirka, qanaqa kirka, mana bu narsani nomini men lopatka bor, lopatka bilan hozir tekislar o'raman. Bu tekis bo'lgandan keyin ichkari bemalol tepa tekis bo'ladi. Bemalol xohlagancha joydan kirib, xohlagancha narsani xohlasa bo'ladi. Tak, mana bunga qo'lim yetgancha qilaman. Tak, bularga qo'lim yetmasa ham все normal. Akalar, to'xtanglar. Shuni ikkita blok qo'yib tepaga chiqib turman, shu tekislar o'ray g'alati bo'lib turmasin akalar, to'g'rimi? To'g'ri aytibmanmi yo noto'g'ri aytibmanmi? Noto'g'ri aytibman shekilli, chunki o'sha sizlar like bosmayapsizlar. Like bosishinglar kerak, to'g'ri bo'lsa. Bo'ldi, o'sha mana bu yer tekis bo'ldi. Bu tomonda bitta kamchilikli joylar bor, o'shalarni to'g'rilab olsam, bu yer ham все normal bo'lib ketar ekan. Xo'p, mana bu tomon tekislaveramiz. Yer bloklarni bu yerda ustidan qo'yib yuborsam bir qator cho'tki chiqadi menimcha. Obbo tushib ketdi. Mana ishchi bor. Tak, yer blokni olamiz. Ana endi yer blokni mana bu yerga bir qator shunday taxlab chiqaman. Menimcha hech qanaqa muammo bo'lmasa kerak. Qanday muammo bo'lishi mumkin? Kimdir kelib turib, "Nima yer blok qo'yibsan?" demasa kerak, qo'yna qo'y. Yo deydimikan. Desa deyaversin. "Nima ishing bor?" deyman. "Men shaharda quryapman" deyman. "Quryapsan? Sen Toshkentlikmisan?" deydi. "Yo'q, Toshkentlik emasman." "Nimaga quryapman?" deb unda. Prosta kelib qoldi, aytib yubordim. Kelib qolsa aytaverar ekanmi deydi. "Ha" desam, "Oho" deydi keyin. "Oho, bu urush bo'lib ketadi shu bilan, короче." Akalar, mana cho'tki chiqdi. Endi esa nima qilishni bilmadim.